Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun biz Atacente mahsulotini surishning eng oson yo'lini o'rganamiz. Bunga bizga IT Color mahsulotlari yordam beradi. Oddiy balikni Atacentega botirib olamiz. Mana holatini ko'rishingiz mumkin. Oq emulsiya qilingan devor yuzasiga bir xil qatlamda surib chiqamiz. Devor yuzasi Atacente surishga tayyor bo'lish uchun qum suvog'idan keyin gruntovka, shpaklovka tekis bo'lgandan keyin shpulka qilib unga yana gruntovka surib emulsiya berilgan holatda bo'lish kerak. O'shanda Atacente maqsadga muvofiq chiroyli ko'rinishda bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bir xil qilib surib chiqdik. Endi buni oddiy kelma yordamida sakkiz shaklda qatlam yuzasiga aylantirib chiqamiz. Savol tug'ilishi mumkin. 1 kvadratga qancha mahsulot sarf bo'ladi degan. Shu mahsulotni devorga surgan holatingizda 1 kvadrat uchun o'rtacha 150-200 gram mahsulot sarf bo'ladi. Bu degani 1 kilosi 7 kvadratdan 5 kvadratgacha yetish mumkin joyingizga. Ushbu holatda surib bo'lgandan so'ng devorning sergish holati kutiladi. Yarim tayyor qurgan holatda yana bir ishqalab chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana yarim tayyor holatda qurib oldi. Endi buni yana boyagi
8 fakturamizda bir qayta devor yuzasini ishqalab chiqamiz. Bunda e'tibor berish kerak bo'lgan holat, instrumentni devor yuzasiga qattiq ham bosmaslik kerak, juda yumshoq ham ishqalamaslik kerak. O'rta me'yorda ishqalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. O'shanda chiroyli atachenta fakturasiga ega bo'lishimiz mumkin. Atachenta mahsulotini nima afzalligi bor degan savol yuzaga kelishi mumkin. Birinchi afzalligi, buni qayta restavratsiya qilish juda ham oson. Shikast yetgan joyini o'zini dog' tegadigan bo'lsa, namlatta bilan artib olinsa, o'z holatiga qaytadi. Agar shikast yetadigan bo'lsa, qiriladigan bo'lsa, o'yiladigan bo'lsa yoki devorda yoriq paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyini o'ziga emulsiya holatida qayta ta'mirlab, bu atachenta mahsulotini o'zini mana shu bazasidan o'sha joyga xuddi shunday qilib suriladigan bo'lsa, o'z holatiga qaytadi. Aboyda bu holat bo'lmaydi. O'sha aboyni o'zidan olib kelingan, eski aboyni o'zidan olib kelingan bo'lsa ham, uyingizga olib qo'ygan bo'lsangiz ham, kamida shu bitta 3 kvadrat, 4 kvadrat joyini shilib olib, shu joyga qayta yopishtirish kerak bo'ladi. Bunda bo'lsa, mana shu joyga shikast yetgan bo'lsa, shu joyini o'zi qayta ta'mirlab, shu mahsulotdan surib qo'yilsa, devor yana o'z holatiga keladi. Emulsiya bo'ladigan bo'lsa, emulsiyani ham qayta ta'mirlash oson. Uning minus tarafi lekin devorga dog' tegadigan bo'lsa, artib olinishi mumkin, lekin baribir qo'lning kirlari tegadigan bo'lsa, sekin-sekin qo'l izlari bilan tushadigan yog' holatidagi dog'larni ketkazish qiyin bo'ladi. Bunda u holat yo'q. Devorni tozalab olish oson. Kirlarni ham uncha bildirmaydi. Chunki buni fakturasi bo'lganligini hisobiga ko'zga tashlanmaydi. Kichik dog'lar ham chiroyli holatda bo'lib turaveradi. Atachenta mahsulotini eng asosiy yaxshi xususiyatlaridan biri, devoringiz nafas oladi. Uxlagan vaqtingizda mazza qilib dam olasiz. Yana savol tug'ilishi mumkin. Shu mahsulot surish usta haqi necha pul? Bu o'rtacha $3 tashkil qiladi 1 kvadrat uchun usta xizmati. Agar kimga ushbu xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa yoki o'rganish niyatida bo'lganlar bo'lsa, bemalol bizga a'zo bo'lib kuzatib borsangiz, xizmatimiz kerak bo'lsa murojaat qilsangiz, o'z xizmatimizni bajonidil sizga taqdim etamiz. Agar o'rganmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bizga a'zo bo'lib kuzatib tursalaringiz, bundan ham yana ham yaxshiroq professional fakturalarni sekin-sekin sizga o'rgatib boramiz. Bu mahsulotni O'zbekiston bo'ylab dastak xizmati mavjud. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin.
oddiy valyut va eng arzon kelma yordamida ajoyib fakturani amalga oshirish jarayonini sizlarga namoyish qildik. Manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandmiz.